O'tkir Hoshimov. Nur borki, soya bor. Romandan lavhalar. Yozuvchi tilidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qiydi. So'nggi 7-qism. Sherzod eshik oldida turgan ota bolaga qaradi. Bolakay dadasining qo'lidan tushish uchun hadeb chinqirar, oyoqchasini tipirlatar edi. Sherzod jilmayib qo'ydi, yo'lakka chiqdi. U endi o'z palatasiga burilgan edi, yo'lak boshida baland ovoz yangradi. Yozuvchilarga alangali salom. Sherzod ovoz egasini tanib, quvonchdan entikib ketdi. Abduvohid, dedi u yo'lakdan yugurib borarkan, vestibyul eshigi oldida sariq plash kiygan, shapkasini bostirib olgan Abduvohid quchoq ochib turar, chamasi ichkariga otilib kirgisi kelardi-yu, xalati yo'qligi uchun otina olmasdi. Sherzod bu yigit bilan birinchi kursda paxta terimiga hasharga borishganida do'stlashib qolgan. Abduvohidning keksa onasi Sherzodni qiyomatli o'g'lim der edi. Sherzod yugurib bordi-yu, Abduvohidni dast ko'tarib oldi. Abduvohidning ixcham gavdasi havoda muallaq osilib qolgan, ko'zlari kulgidan qisilib ketgan, undan yomg'ir hidi anqib turardi. "Qo'yvor, Kavsar, belni sindirding-ku", dedi u kuchanib. "Kim aytadi seni kasal deb?" Sherzod do'stining yuzi zo'riqqandan qizarib ketganini ko'rib, sekin yerga qo'ydi. "Hecham kasalga o'xshamaysan-ku." Abduvohid bir qadam orqaga chekinib, uni boshdan oyoq kuzatib chiqdi. "Qandoq qilib bu yerga tushib qolding?" "Hayronman", Sherzod kuldi. "Olib kelib tiqib qo'yishdi." Sherzod vestibyulda odamlar gavjumligini, g'ovur-g'uvur avjiga chiqqanini endi payqadi. Devorlariga pashshaga qarshi kurash choralari-yu eski afishalar ilib tashlangan mana shu vestibyul har kuni kechqurun gavjum bo'lib ketardi. Hozir ham bemorlar yaqin kishilari bilan chekka-chekkada suhbatlashib o'tirishardi. Sherzod Abduvohidni burchakdagi skameykaga boshladi. Bu yoqqa tushganingni nega xabar qilmading?" dedi Abduvohid Sherzodning ko'ziga tik qarab. "Qidirmagan joyim qolmadi-ku." Sherzod uning yelkalari osilib yotgan ho'l plashiga, bilinmas siyrak soqol o'sgan iyagiga, asabiylik bilan chimirilgan qoshiga qarab turarkan, o'zini aybdor his etdi. "Mototsiklda keldingmi?" dedi u to'satdan. Abduvohid Yava mototsikli sotib olgan. Undan ora-chora Sherzod ham foydalanib turardi. Abduvohid kulib yubordi. "Bu gapning u gapga nima daxli bor? Mototsikl minsang tuzalib qolarmiding? Ko'rib turibsan-ku, otdayman." Sherzod qo'llarini yozdi. "Redaksiyada nima yangiliklar?" Tinchlik. Abduvohid plashining etagini qayirib, shimining cho'ntagidan sigaret oldi. Namiqqan sigaretni labiga qistirdi. Gugurt chizay deb turgan joyida birdan to'xtab qoldi. "Bu yerda chekish mumkinmas-a?" U bir zum jimib qoldi-da, ishxonadagi yangilikni aytdi. "Redaktor seni 3-4 marta yo'qladi." Sherzod muharrir o'ziga ko'pincha jiddiy ish topshirishini bilar edi. Yana nima gap ekan deb o'yladi, Abduvohiddan ko'z uzmay. "Negaligini aytmadimi?" "Bir shikoyat kelgan. Felyeton bob xat. Men felyeton yozmayman. Redaktorga aytib qo'y", dedi Sherzod keskin ohangda. "Boshqa odamga topshiraversin. U chindan ham felyeton yozmagan, bundan keyin ham yozmoqchi emasdi. 10 ta felyetondan bitta hikoya yozgan yaxshi", derdi. "Shikoyat sening qishlog'ingdan kelgan", dedi Abduvohid o'ylanib. "Bunisining farqi yo'q. U
Buyog'ini so'rasang, teatr masalasidagi ishim ham chala yotibdi. Sherzod nima uchun odamlar teatrga qiziqmay qo'yganini ko'pdan buyon o'ylab yurar, shu masalani sinchiklab o'rganmoqchi edi. O'zing bilasan, Abduvohid qo'l siltadi. Ertaga oyim kelmoqchilar, nima olib kelsinlar? Sherzod uning o'ziga qarab qo'ydi-da, yelkasiga qo'shib tushirdi. Seni yetaklab kelsalar bo'ldi. Balaqlashib o'tiramiz. Ayiqqa o'xshaysan-a? Tag'in bu kasalmish. Ikkovlari bir-biriga qarab shodon kulib yuborishdi. Bu o'sha studentlik damlaridagi singari uyg'or kulgi. Sharq yulduzi jurnali 1976-yil avgust oyi soni. Siz O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Nur borki soya bor romanidan lavhalar tingladingiz. Muallif nomidan Ashurboy Bolqiyev o'qidi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2026-yil